Larimizga, buyuk buzuqlarga, aziz avliyolarga, pir ustozlarga, shu dargohdan o'tgan barcha mo'min musulmonlarga, avlod ajdodlarimiz, ota-bobolarimiz, uni onaxonlarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, yoru do'st qavm qarindoshlarimizga bag'ishladim. Allohim o'tganlarga rahmat aylab, joylarini jannat, oxiratni obod, ruhlarini shod, qabrlarini nurli qilib kavsar suvdan selib qur aylasin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar bi rahmatik. Qanchalik hurmatli ko'rsalar, rahmat. Va bunga ham kitob berib yuboryapman. O'qib boraylik o'zbekchasini. Keyin yana bir ikkita kitoblar bor, yoshlar bor. Keyin aytdim, "Sen qo'rqmagin" dedim, o'g'lim dedim. Bu kitob O'zbekistonda hali ham mana yosh kattalar bilmaydi, qo'rqadi. Ben şu 8-10 kitob shunday nevaramga berib, shunday olib o'tkazaman, ularni to'xtatib, o'baqlarni keyin shunday haliga borganim bilan keyin nimaga? Kitobda muhr bor, pechat bor, ilgari yo'q edi. Bu Amerikaga ham boraveradi hozir bu kitoblar. Tushunish kerak. Mana shu yerdan 99-yili Abduqayim betda rahmatlik ham shogirdim avvalcham kolxozda ishlaydi, 7 ta limon ko'chati oldim. Ertaga ukaxonalarimga ko'rsaga nima olib kelaysam, "Senga" dedi, "bizga hech nima kerak emas" dedi. Aytdim, "Shunday borib, ikkita kelin olaman, kelaman" dedim. Nima olib kelaysam, limon ko'chati olib keladi. Limon ko'chati bepul.